bola, voy farzand ko'zingni och. Bilib olgin, hech qaysi ota-ona chetda ishlaydimi, Rossiyada ishlaydimi, Koreyadami, qattiq ishlashdan qat'iy nazar o'zi uchun, o'zini ma'ishati uchun qiynalib yurgani yo'q. Seni yaxshi kamol topsin, shularga halol luqma yedirib, yaxshi bir barkamol farzand bo'lsin degan niyatda mehnat qilyapti. Voy bola, voy farzand ko'zingni och. Sen uchun kechani kecha kunduz demasdan, sovuqmi, issiqmi demasdan, oilam, farzandlarimiz og'riqmasin deb halol mehnat qilib shunchalik harakat qilishyapti. Ular mehnatni qadrla. Jinni ketdi kontentlarni tomosha qilib o'tirib, umringni xazon qilma. Undan ko'ra o'qi, o'rgan, hunar ol. Halol mehnat qil. Kam bo'lmaysan, xudo xolasa. Bahodir aka, to'g'risini ayting, bugun nechinchi pulga tushiryapsiz aka? 5-chi. 7-chi aka. Hozir shunda bir kishigacha 30 tonnadan ortiq to'g'ri kelyapmi shunda? Ha. Tinmay sho'r ko'radigan sho'rchi farzand, bugunda o'zida otang sen uchun 30 tonna yuk oldi bo'yniga. Tasavvur qilyapsanmi? Bu qiyinchiliklar uchun sen bo'yningga nima olding? Nima vazifa qilding bugun? Nima ish qilding bugun? Har kim o'zingga shu savolni ber. Bugundan yaxshi tomonga o'zgar.